Oldin esingizdami? Yoshligimizda hamma gazeta o'qirdi hojatxonada. Shu ham mumkin emas. Chunki endi sizga qabziyatdan qutulish usulini o'rgataman. Birinchi o'rinda ratsioningizga ko'proq ko'katlarni, sabzavotlarni xomligicha iste'mol qilishni odatga kirgizing. Ikkinchisi esa iliqdan issiqroq suv iching. Ya'ni xona haroratida emas, tana haroratimiz 36.6 mi? Shu 36.6 issiqlikka yaqinroq suyuqlik ichishni odatga kirgizing va suyuqlikni ho'plab yarim soatda 1 stakandan iching. Qo'shimcha damlamalarni ham ichishingiz mumkin bo'ladi. Va uchinchisi, hojatxonaga har kuni ertalab kiring. Kirganingizda telefon, iPad, har xil gadjetlarni olib kirmang. Kitob ham olib kirmang, gazeta ham olib kirmang. Oldin esingizdami? Yoshligimizda hamma gazeta o'qirdi hojatxonada. Shu ham mumkin emas. Chunki bor fikringiz qo'lingizdagi telefonga yoki o'qiyotgan narsangizga ketib qoladi va miyada esa signal mana bu yerga ketadi. Sizda esa miyada mana hozir ichim keladi deb har kuni ertalabki suvingizni ichib bo'lganingizdan keyin 10-15 daqiqa hojatga kirib o'tiring. Qorningizni soat bo'ylab silab o'tiring. Kelmadimi? 15-20 minut o'tirdingiz, kelmadi, bugun chiqib ketasiz. Ertasi kuni yana xuddi shu holatni takrorlaysiz. Shoshmang. Mana shu vaqtni o'zingizga ajrating. 2-3 kun davomida qilib ko'ring. Bir haftalardan keyin qarasangiz, sekin-sekin sizda ich kelishi boshlanadi. Nimaga deng? Mana bu yerda signal boradi. Va yana bitta narsani aytib o'taman. Hozirda hojatga kirib o'tiradigan maxsus stulchiklar bor. Ularni oyog'ini tagiga qo'yasiz va tizzalaringiz ko'tarilgan holatda o'tiradi. Shunda agarda siz stulchik bilan o'tirsangiz, yo'g'on ichagingiz to'g'rilanadi va ich kelishi yaxshilanadi. Bilasiz-a, yoshligimizda bu joylarnikiga borganimizda eski hojatxonalar bo'lardi. Borib o'tiradigan. Ana shu hojatxonalar aslida eng to'g'ri hojatxonalar hisoblanadi. Shuning uchun endi bizda hozir unaqa sharoit emas. Shu holatni to'g'rilang. Farzandlaringiz ham, turmush o'rtog'ingiz, o'zingiz ham to'g'ri o'tirsangiz, siz nafaqat qabziyatdan, balki gemoroy va ichak treshinasidan qutulasiz.